Assalamualaikum, hörmətli əziz qərindaşlar. Hammalarınki şu joy vaqt xeyirli olsun. Mening ismim Tug'luq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaninki poytaxti parlamentdagi, ya'ni Stokgolmdagi parlamentning oldida yolg'iz kishi namoyish qilayotgani ati xudo xolisa 90 kun bo'ldi. Kundagi nimlarimni yakunlab, uningdan tordagi ba'zi bir narsalarga yazmalarga va ba'zi shu bizningki vatan davo sepidagi ba'zi bir inqilobchilarimizningki qilayotgan ishlarga noto'g'ri ishlarga raddiya berish uchun bu yerga chiqdim. Hozir endi qarindoshlarga men aniq yana bir desam, eng muhimi qarindoshlar, ota-onanglar turmada. Meningdan sizlarga bir chaqiriq bo'lib qolsin. Ota-onanglarga ega chiqinglar, qarindoshlaringlarga ega chiqinglar. Ularningki turmada yetishi xato. Shuningga qarindoshlar ota-onamizga, qarindoshlarimizga qo'lishcha qilayli. Men bu yerga chiqib kelishimga sabab bugun bir yerda tomoq tuvib qoldim. Uningdan keyin o'sha atrofda shu shvetslarning sal cho'ngaroqlari yashaydigan o'xshaydi to'pida. Shuningga teshiga chiqib, bu yerda teshida shu sap havoda bir paranglashayli deb nim qoldim. Ovoz chiqayotgan bo'lsa, shu yozgan xatni o'qolmaydi. Bunda belgini avassanglar. Hozir shu o'tganda Facebookda Refiyaninki hozirgi boshlig'i Olim Seytovninki xalqaro jinoiy ishlar sotini rad qilyapti deb shuningga chiqargan shu gapni kesib aytayotganiga javob bermoqchi. Raddiya bermoqchi. Olim Seytov, sizningki qachon, qaysi vaqtda xalqaro sotdan qo'lingizga bu hujjatni topshirib oldingiz? Xalqaro jinoiy ishlar sotining ishini siz qilyapsizmi yoki radiodagilar qilyapti yoki surgun hukumatningki Solih Xudoyorlar qilyapti va yoki boshqalar? Siz o'zingizningki bilmagan temasiga o'zingiz undayliq atlab kirib, xalqni qaymoqtirib Londonlik sotni ko'tarib chiqish uchunga xalqaro jinoiy ishlar sotini siz bushda qaytaryapti deb shunda shu programmada qilibsizda. Buni xalqaro jinoiy ishlar sotini qaytaryaptimi? Buni ya'ni Rodney Dixon degan apandim arzni rad qilmadi, balki chegara atlab jinoiy qilmish qonuni degan qonun prinsipni ishini qilg'ili bo'ladiganligini misol ko'rsatib turib, gapni ochiqroq desak, materiallaringlar yetarli emas. Shuningga materiallarni to'liqlab kelsanglar degan shaklda bu sotninki qaytaryaptimi? Materialinglarni to'g'rilab kelinglar dedi. Undan keyin bu sotninki Tojikistonninki qaytarib etilganlarninki ko'proq o'g'ashqa Tojikiston tarafninkini tutib turib qilayotgan ishlar bor. Endi sizga hamma ishni biz deb berishimizninki o'rni yo'q. Menmo o'zim bilmaydigan bu temaga bakma kirgim yo'q, lekin mening biladiganim, men ko'p o'qiyman buni, do'stlar bilan nim qilaman. Hech qachonda buni qaytaryaptimi? Siz buni qaytaryapti deyish orqali siz nima maqsad ketmoqchi yoki xalqning ro'yini sundaymoqchimi, psixikasini sundaymoqchimi? Men uni bilmadim. Lekin biz cho'qim xalqaro jinoiy ishlar sotiga opimiz, dadimiz nahaq yatdi. Uni Xitoy qo'yib bersin, qo'yib bermasin biz beramiz. Xitoyninki parchalandigini hamon bir kun parchalandi. Xuddi Germaniyaninki qig'ini yahudlar to'lam to'lagandek bizmi angaldirib qo'ysak, meningki men o'lib ketsam yoki meningki avlodlarim yoki mening tuqqanlarim tarafnikini bu xalqaro jinoiy ishlar tepib yoki bir imtiyozlarga erishishi muqarrar. Chunki xalqaro jinoiy ishlar soti noiti g'arb
ya'ni Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarga, kuchli davlatlarningki bir birlashib qilgan shunda insoniyatningki shunda irqiy qirg'inchilik qilgan shunda odamlarni o'tlaganlarga davlatdagi hokimiyat beshidagi amaldorlarni jazolaydigan shundaq nihoyatda kuchli sud. Asli dunyo Uyg'ur qurultaydikilar Londondagi sudni shunda bak hozir uningga ayrim kirma. Asli dunyo Uyg'ur qurultaydikilar har bir tashkilotga g'arb ellardagi besim tushirib, pul ajratib, ashadiki haqiqiy uydagilar kirib ketganlarni bir taldan tizimlab, asli haqiqiy Uyg'urning ishini qiladigan ish bo'lsa, xalqaro jinoiy ishlar sotiga topshirib, materiallarni to'liq qilishiga kuch chiqarish kerakdi. Qarindoshlar, mushu narsani faqat surgun hukumatdagi soliq, mushu atrofdagi do'stlar bilan ilmo o'zlari hech kimdan texi iqtisodiy yordam talab qilmagan asosda o'zlarining atrofidagi oq ko'ngil kishilarga yordam qilish bilan o'zlari qilib ketyotidi. Buningga hech kimga bir ig'irchiligini sog'ini yo'q, dardini aytqani yo'q. Ham bir yerda voy anda qildik, voy manda qildik deb bu to'g'riliq tashviqot qilgani yo'q. Ana millat uchun, xalq uchun xizmat qiladiganlar mana shunday bo'ladi. Bu Olim Seyitov apandim siz Xitoyning kelgusi parchalanib ketib qolsa, Uyg'ur xalqiga 70 yildan beri qilgan zulmlariga zo'r badallarni, zo'r to'lamlarni to'lab, Xitoy akangizningki nimasini chopinni ko'tarib chiqdingizmi yo Xitoyga ishingiz og'rib ketib, sizda na kasbiy axloq va yoki na millatga bo'lgan sevgi, na bir aniq bir maydon degan narsa sizda mavjud emas ekansiz. Siz men sizga o'zimninki xalqninki emas, o'zimninki tamg'isini sizga o'rayotdim. Siz milliy munofiq ekansiz. Bu qurultaydiki nimasi diniy ishlarga mas'ul Turg'unjon Aloviddin qurultaydiki Turg'unjon Aloviddin Allohga shukr, Uyg'ur mahkamasininki ikkinchi soti Xitoyning besimi va qarashlariga qaramasdan g'albalik oxirlashdi. Dekabr oyida qaror chiqdi va irqiy qirg'inchilik qarori chiqadiganligiga ishonamiz. Moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llagan do'stlarimizga rahmat aytamiz debsiz. Endi sizninki o'sh kallangiz sal joyida emas o'xshaydi. Siz sal bunqish o'xshaysiz, men sizga desam. Siz ne dedingiz, men bilmadim. 2020 yılı 1 ayının 19 kuni Prezident Amerikaningki prezidenti Trump hukumatininki tashqi ishlar ministri tanisiga lanat tamg'asini urib dunyoga Junxo Xalq Jumhuriyati Xitoy Uyg'urlarninki ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb tamg'ini o'rayotdi. Buningga ergashib Kanada, Angliya, Gollandiya, Latviya, Litvaniya, anandikin Belgiya, yana qaysi davlatlar? Chex mamlakati bo'lib 7 davlat ergashdi. Sizningki bu Angliyadagi sotingizningki manga nisbatan emas, boshqalarga nisbatanmi yana irqiy qirg'inchilik deb bu chiqargan Pompeoninki siyosiy tamg'isini sizlar Londonda sot etib qonuniy degan narsaga opirib, qonun bilan nima qilamiz degan yerga opirib, sizlar bu tamg'ininki irqiy qirg'inchilikninkini so'zlashtiryapsizlar. Bu yerdan irqiy qirg'inchilik degan natija chiqmay, Xitoy hukumati dunyoga Uyg'urlar ustidan qanday insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni o'tkazyotidi desa, ma'vo sizlarninki xoinliginglar. Agar irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan bo'lsa-mu, buning keyinda qandaqdir bir savdogarlar yoki qandaqdir bir kuchlar o'zininki savdodagi manfaat uchun buni siyosiy o'rinda emas, balki Xitoy bilan qandaqdir bir tijoratlarni qilish uchunga balki buni ishlatishi mumkin. Ammo Amerikaninki ministri, Amerika davlati
Trump hökumətininki tashqi ishlar ministri Cunhua Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb tamg'ini urib bo'ldi. Buningga ergashib 7 davlat buningga parlamentdan chiqsimi, nerdan chiqsa qaror chiqib bo'ldi. Siz bu yerga qopib, amdi qopib, irqiy qirg'inchilikning natijasi amdi chiqadi. Rasmlaringizni chiqarib kelsiz, xotiningiz kayningizda mында turib ketdi. Hijarab. Hijarab chiqagan rasminglardan biri hijarab turgan. Deymiz, nimishki demaymiz? Deymi? Ha? Xato qilyapsizlar. Xato yerga ishiltyapsizlar pulni. Meningki Dünya Uyghur Qurultaydagilarga yana bir deydigan taklif fikrim, Dünya Uyghur Qurultaydagilar Uyghur xalqini aldimay, chuqur maydonini aniq qilib yetish kerak. Dünya Uyghur Qurultaydagilar oldiga vakillari chiqib, biz Xitoyninki mushundaq shu nimasiga qarshi ish qilolmaydi ekanmiz. Biz burun kelishim bo'yicha bu yoqqa chiqib da'vo qilamiz degan chog'da biz avtonomiya, kishilik huquq, uni qilamiz, buni qilamiz deb Xitoyning aldam xaltasiga biz tushib ketibdik. Xitoy asli demokratiya kelmaydi ekan, bizni aldab ketibdi. Biz xato yo'lda mengibdik deb ya gunohingni tunaysa, qaysang, yoki bo'lmasa biz NEDdan pul olamiz. Bu NEDning bir yerlari Amerikadagi bir Xitoylarninki bir yerlariga taqishidi. Shuningga mustaqilligimizga taqishidi. Biz bu to'rga ilinib bo'lgan, biz bu to'rdan chiqolmaymiz. Kechiringlar xalq, bizdan umid kutmanglar. Sizlar o'zinglarning bu yo'ldan qaysinglar, mustaqillik xohlaysizlar, qaysinglar nima qilasizlar, o'zinglarning yo'lda mengib o'tinglar deb gapni ochiq qilib o'tinglar. Bizni odam to'lib paypaq qilmanglar. Vatanning ichida qon jig'a, vatanning ichidagi dinni so'ydigan bolalar, vatanning ichidagi ma'rifni so'ydigan ustozlar, vatanning ichidagi san'atni so'ydigan ustozlar, vatanning ichidagi kadrlar Uyg'urlar uchun qilgan irqiy qirg'inchilikka uchrayotidi. Sizlar o'zinglarningki shaxsiy manfaati va yoki ba'zi bir tutilib qolgan yoki ishtonning past tarafidan ilinib qolgan yoki galdan ilinib qolganliginglar tufaylidan bugungacha millatimizga xoinlik qilyapsizlar. Dast turib bir ish qilmayapsizlar. Buni cho'qim deyishimiz kerak. Men ham deyman. Meni shu bir Angliyadagi sotqa berib bir natijasini chiqarib beqinglar, ma'lumotlar. Tunugun manga Angliyadan 044 deb nomer kelib, o'zinglarcha meni ashad kimdir birsiga ingliz telefon qizdinglarmi yoki uni buni qil. Mangayliq birimlarni so'zlab ketibdi. Va yo'qlar menga juga deb qo'yibdim telefonni. Ikkinchi qaytlab uranmadi. Mangayliq undaq bir qo'qoq soladigan yoki ashta ish qilayotgan bo'lsanglar, yo qilmagan bo'lsanglar men jiq o'ylab ketdimmi? Anda ishni qilmanglar. Shu bir sotqa bir meni berib yoki bir yerga bir sotqa bir meni berib bir tutib beqinglar, uningdan keyin men ko'ray shuningki bir natijasini. Degan Mava Turg'unjon Aloviddin degan paqshak endi qopib irqiy qirg'inchilik chiqdi. Sen uchakka kirib ketib fulg'anning bu qanday nima senda bir diniy ishlarning ishini qiladigan nima ekansan? Sen qayerda o'qigan, sen qayerda bir ta'lim tarbiya olgan? Sen bago qara illigirki uchiga chiqqan munofiq ekansan, bago men senga mundaq dey. Seni dunyo Uyg'ur qurultayida hammasi ko'p qirliq deydi, qayoqdan shamol chiqib quchib manga dedi. Seni men bilaman. Senin numarang manga to'shmagandan keyin men o'tib ketgandim. O'ykim qarsam, ani chiqarib qo'yib ekansa, shundan eram tutdi. Uningdan keyin Gollandiyadagi Abdug'ani mush Parat Yo'rinqashdan sizlardan so'radi. Menda muxbirlar so'rayotdi, nimishki dunyo Uyg'ur qurultaydagilar guvohlik bermaydi, nimishki mushu odatdagi puhralarninki bir hech o'zining turmushi bilan yashaganlarninki kirib ketib, nimishki Uyg'ur xalqi uchun shundaq nima qilayotgan liderlarniki kirmaydi desa, Parat Yo'rinqashmi tog'dan, bog'dan, ayar inim tugab ketganda, mayada o bu hamacham jinim bo'lib ketganda deganda gaplarni qilib, ma Turg'unjonmi ya anda bo'lganda men bergandim debdi. Hech bir natija yo'q. Uningdan keyin uningga javobni berolmay tutilib qolsa, oxirsida vaqtim yo'q. Guvohlik berganimni sizga isbotlash majburiyatim yo'q.
boshqalarni ishlab tatmay, sizmi o'zingizning ishini qilavering, bizmi o'zimizning ishini qilaveraylik. Ma gapni har holda joyiga ishlatibsiz. Mushunda chiqinglar, maydoninglarni aniqlab, biz mandaq yerdan mandaq qilamiz, biz ma ishlarni qilolmaymiz. Biz burun mandaq va'da berib chiqqan yoki bizning mandaq ilinib qolgan yerimiz bor. Biz 17 yildan keyin endi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan kiramiz. Biz bu tashkilotdan keyin nega tutishligini bilmaymiz. Biz qaysi tashkilotga ishlayapmiz yoki qaysi sirliq bir guruh uchun xizmat qilyapmiz, o'zimizmi bilmaydi ekanmiz. Biz sizlarga qilib berolmaymiz. Biz qilib bersak, bizni Xitoy o'ltirib o'tdi yoki biz mishta setilib ketgan. Biz tövbe qilsaqmi o'rniga kelmaydi. Biz oxirgacha tirishib Xitoy akamizniki chapanni yepib, shunda qilamiz, sizlar qilaveringlar deb maydonni hozirlab Uyg'urlarni ikkiga bo'laylik. Birsi mustaqilchilar, yana birsi avtonom bilan Xinjiang izm bichuvchi yashaydiganlar bo'lsin. Undayliq odam tarang-tarang qilib, paypoq qilib, ayaga chiqib, meyaga chiqib qilsanglar, ayada o'tib ketayotgani xalqninki shu yig'izaryotidi. Chunki meningmi ota-onam shunda turmada bo'lganligi uchunga men buni obdan bilaman. Uning ustiga men Dunyo Uyg'ur qurultayidagi nopozliq arbab tarafidan qo'yilganligim uchun, bo'za qilinganligim uchun men shuningga sizlarga mushu taklif fikrni beraman. Sizlar maydoninglarni aniq qilib yetinglar. Sizlar maydoninglarni aniq qilmasanglar biz ko'rib bo'ldik. Lekin xalqning oldida mana shunda bizmi o'zimizning ishni qilaveraylik, sizlarmi o'zinglarning ishni qilaveringlar degandek narsani o'kini menga ma'u kichik qizvalninki rasmini chiqarib Zumratayningkini mushundaq ashtaq narsalarni sen kesib elib, uya bu yerlarda taqitib, mushtaq qilding, anda qilding, manda qilding deganlarga qarindoshlar. Bununla radiya Dünya Uyghur Qurultiyi yaqında bir turkum yoshlarni, bir turkum yoshlaştıramiz, saplaştıramiz, suhbatlashtiramiz degan odam mushu mayli Xitoyninki kirib Koreyaning tamog'ini yemdi, Xitoynikini yemdi, masalan, oddiy puhragan bo'lsa, unda kirib yeydiganlar jiq. Uning bilan aralashmayman. Lekin ayada bizningki bir tonish bir singilchaqninki rasmimi bor ekan. Shuning bilan uni men ko'rib qoldim. O'zi Instagramga chiqargan narsa. Uningki uya-buya taqilib yuribdi. Men asharninkini ashundaq ayrim qilib, yana bir gunohsiz emas, amdeliqi gunohsiz, endi uni mushlar bilan kirgan. Endi lekin maqzola Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlagan bo'lgandan keyin mushundaq narsalarga diqqat qilish kerak. Mana Dunyo Uyg'ur qurultayi yoshlarni tarbiyalayapmiz deydi qarindoshlar. Mana mishalardan qanchalik tarbiyalaganini ko'tarsanglar oldi. Agar kimda tarbiyalagan bo'lsa, Xitoyning oshxonasini yaqinda qarayib turaylik, ayada Ma'uzdonning qip-qizil suratlarini ko'rib, qizlar bu yerdan chiqitaylik. Men Dunyo Uyg'ur qurultayida manda ish qiladigan odam, mana bo'lib qolsa, bir yer ko'rib qolsa haq. Ammo bo'lmaydi, mening obrazimga ta'sir etadi degan gap so'z yo'q. Qo'rqmay o'zining rasmini o'zi Instagramga chiqaribdi. U meningki aybim yoki boshqa emas. Endi ayada boshqa yerda to'plarda uya-buyada qiz singlimizning ketib qolganligi uchunga maqzolnikini men lim qilib turib, mushqizolnikini chiqardim. Keyin London sotinikidagi yana bir men maxfiyatlikni sizlarga deb beray. London soti bo'lishdan burun Shvetsiyada meningki bir bankda ishlaydigan akamni meshada bir Facebookda bir chatallik izlab, mushu sotqa bizga sap bir tarjimon kerak debdiki, shuning bilan qopib meni sen bilamsan bu yerda deganti, men qopib telefon qilib Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rifdagi Nijat akash telefon qildim. Nijat Turg'un akash telefon qilib, aka shundoq telefon qilibdi, bir ingliz do'stimiz, bir chatallik do'stimiz bizga ishonmaydigan o'xshaydimi, bilmadim. Nimishki shunday yaqindak tarjimon deb nim qilibdi, mushi ingliz yaxshi biladigan sap tarjimon debdi desam, uning bekitilib bo'lgan shu Rahima bilan Zubayra bo'lgan bo'ldi dedi. Birinchi qitimliqninkida ana chatalliklarmi oshni oldin taqir-tuqir bo'lganini bilib, xat yozib, shunda qilibdiki, meningmi do'stlar deganimning ichida har qaytim do'stlar bilan billa, do'stlar deganimning ichida bu yolg'iz Uyg'urlar do'stlar yo'q qarindoshlar. Ashchaqdimi, shundaq
nima qilib shundoq xat yozib Facebookda bular haqiqiy bir Uyg'urlarniki qanchalik darajada bo'lib ketganini bilmay qanchalik darajaligimizni bular bilmagan bo'lsa hargiz bu yerdan bir odamni izlab manga bir tarjimon tepasang yaxshiroq deb demaydi qarindoshlar, tushundinglarmi? Mana yog'an bo'lsa shu Nijat Turg'un akamiz shu tirik shohid, mana men telefon qildim, telefonda deyishdik, bu bekitilib bo'lgan u degankan, men o'sha to'shga qilmadim. Hamda shu u Rahima degan ayolni shu Londonda bo'lgan epijipini biladi, bo'pti deb qilsak, asli u sotni epib qanday sot bo'lishidan qat'iy nazar tushib ketish kerakdi. U yerda hech qachon qarindoshlar sot ichida bir dutadan bir bo'ladi. Onu desa, ama Dünya Uyghur Qurultayı'nın çapankashları, ko'tarmakashları ko'tarib, çapınni voy amdi o bu deb Uyg'urni tanishtiribdi, Uyg'urniki nim qilib, unda erkak qirg'inchilik uchratgan millatniki daqa dombaq qilib yursa bo'lmaydi. Ammo bir deb qo'yay. Yoshlarni tarbiyalik deydi, shu tarbiyalagan yoshlari ana shunda. Bularning ishi yo'q. Bu qizlarning oyda chiqadigan Dünya Uyghur Qurultayı'dan qanchalik pul oladi bilmayman, o o'zining ishi. Oylig'i chiqib tursa, yataqlarni, aeroplan biletlarini olib bersa, bular mediaga chiqsa bir ish qilsak bo'ldi deb misol yurdi. Ideyada tozalanish yo'q. Ideyada dushmanga bo'lgan nima yo'q. Ideyada bir nishon yo'q. Ideyada nishon bo'lsa, aning ichidagi qizil Xitoy oshxonasi men tutib tursin. Aning ichidagi qizil rasmlarni ko'rib bo'lsa-mu, "Ma'u mening o'tirgan joyim emas" deb ayada o'zi qiladi. Yana qo'rqmay o'zining rasmini o'zi qo'yib, o'zini o'zi sazay qildi. Uni haq dedim-ku, xalq uyg'unib ketdi. Trump dunyoni uyg'otyapti. Shi Jinping Uyg'urlarni uyg'otyapti. Dünya Uyghur Qurultayı muajiratdagi Uyg'urlarni uyg'otyapti. Xalq uyg'ondi. Burun xalq qonmadi hozir. Shundaqlarni tas tatib, to'plab mangdi. Guyla, qaysanga men deb qo'yay. Qaysing? Qaysingninkini atugün bu Shvetsiyadami bir 20 dak muzeyxona bo'lsa, 15 haqsizmikin? Sen munofiqlarninki rasmingni, daqdumbaqlaringni, bütün hammani vatan mustaqil bo'lgan kuni biz muzeyxonadan banacha bütün dunyodikilarga Uyg'ur munofiqlari deb desib, bütün rasm qilgan ishlaring hamma biz mush to'playotgan narsaning hammani qo'yamiz. Men o'lib ketsam boshqalar qiladi, boshqa tug'luqlar qiladi. Boshqa tug'luqlar o'lib ketsa boshqa tug'luqlar qiladi. Ama shunday narsa. O'tib ketay. Geldi ismi Abdikerim. Bravo. Biz ilk parat yo'rinqashninkiga yozgan yerga shunda meni tillab, voy qanjoq et, haramliq, senda xuljilik bo'lganligimdan nomus qilma, o bu deb ketdi. Sen manga sen mening qo'limdagi qartlarning ichidagi to'tlik qag'im bo'lolmaysan, tushundingmi? Sen kelib, meni bunday yerdan surishtirib, yapımız. Norvegiya'daki Baxtiyor Ömer, Parat Dünya Uyghur Qurultayı Paratla çoğunlar yakınmış sana nima ve qo'ngning tikugoy. Demek xotining Ayşe Musa nimada O'tirasiyada aksiyatdi, toza qurultaydan shugamlar toza o'tirasiyaga berib kelib yuribdi. Sening o'gay qizing cho'q tarjimonlik qilib uya bu yerda Dünya Uyghur Qurultayıdan pul yeyapmiz. Biz Dünya Uyghur Qurultayıning bo'lishini, vayron bo'lib ketishini xohlamaymiz degina sen. Va seni vaqo qaraman burundim bilaman. Necha Facebookda hech odam tillab. Boshqa texi nomsiz, nomliq qilib, shu surgun hukumatlarga qilib, shu burun ashulaqa nimalarni videolarni ishlab taqtib. Xotining uydan chiqarabas, Norvegiya xalqning xotining uylariga kirib yilib, sening tarixingni bilmamdi qava, sening tayining yo'q nima ya, seninki bir. Juda qo'g'anligimdan men nima qilaman deb, nima qilib ketsan, g'uljining sen meni og'zimni ochma, qara gaping bo'lsa, Shvetsiyaga kel, tushundingmi? Menga oldin qaytim
ukam, ba'zida men achchig'im kelgan chog'i bundaqlik qilyaptim bor desam, ukam, yo'q, qonun yo'lini tutasiz, unda qilmaysiz degachga men tishimni tishlab, unda turib, men shuni aytib ketyapman. Menga bo'lmaydigan bo'lsa-ku, qara. Meningki, sen uyamga kelsang, men senga ko'ztib ko'zingni ichib qo'yay. Tushundingmi? Sen texi meningki qandaqligimni deb bilmaydi ekansan. Texi kela unda olsa bir deyish baqayli desam, sen qanchalik nimating, o'zing qanchalik nimating a? Men ballarigningki Turkiyalarga avatib, BDTdan tarjimon o'bo deb xalqning uchurni qilgan. Men matemalar sen bilan kirmay turay, tushundingmi? Kim dedim buni? Men nani tutsam, nadan nimani tutib chiqishimni bilaman deb sana deb qo'ygan qara. Sen ishlamay, xotiningni qaqshitib, bosh xotinlarni uyiga kirib elib, chiqarib etsa, loyg'azal yurgan nimadan dunyo Uyg'ur qurultiga kirgandan boshlab, kostyum kiyishni o'rganib, u yerda gap qilib, choponkashlik qilib, biz varg'u qara ishlab, tijorat qilib turib, qara jinimizni guldak boqamiz, tushundingmi? Biz degan chopon ko'tarmaymiz, hech kimga ta'lanmaymiz biz. Biz bunda ehtiyoj bolaning ehtiyojidan chiqib, o'zimiz yaratib, o'zimizning g'ururini o'zimiz tiklab, xalqningki birchi jundisi uchun nahaq gap qilmaymiz. Xalqningki bir so'm puli uchun uning atrofida 100 qitim peqirmaymiz. Sanga o'xshash Abdurshid, Shildirshid, Qurultayniki lalmishit deb. Shunda sen tushundingmi? Undan keyin Germaniyadagi Toshmamat Yo'lbasar deb iliq chiqqan. Facebookda Xitoyninki odami bu haromlik debsa qara. Men uydagilarning ish pishsin, men haromlik emasmi sanga men Germaniyaga borgan chaqda seni izlayman. Men tunugun Germaniyada bir og'inam bilan gaplashgan. Voy ada sen kelsan Germaniyadagilar chom kesa qilayotami deb. Voy men Germaniyaga chom kesa qo'yatman emas, men Germaniyada adam bor. Palanchi qo'g'dug'uchilar bilan, palanchi markalik mashinalar bilan oldimga chiqib akir ketdi meni. Yevropada yashayapman, onun ustiga men o odamni demasammi, yo boshqalarni demasammi, men qonunli davlatda yashayapman. O meni chomi kesak qotqinni bilaman, top-toplarda, u yerda, bu yerda, lekin men haqni so'zlayman, to'g'rini deyman. Men xatoni ko'rsam, bunda agib o'tib ketmayman, dasib o'tib, tuzlab o'tib o'tib ketaman. Sen o'zingcha Xitoyning odami o bu deb, o'zing Xitoyning odami go'y. Germaniyadagi yigit beshi bo'ylab shu qurultayninki xotiningning singlislar parad yo'rin qashdan bizmo jidallar chiqibdi. Shu yana nomus qilma, yana shu qurultaydikini ko'tarib meni Xitoyning odami debsa, men advokatimga ba'dan meni germanchaga o'rib, Germaniyaninki men yerga konsullik avatvat. Men meni mishta Xitoyning odami davatdi. Keyin onodiki ular meni chaqirgandan keyin qolgan gapni men deyishman buning bilan deb. Tushundingmi? Men haqni xoin desam, meni qo'limda isbotla, men chiqa olayman nega bo'lsa, tushundingmi? Sen qo'lingda bijnas bo'lmay turib, andaq narsalar yazsang, men senga kugilgan ko'rsatdim. Boshqalar bo'ldi, ota-onasi bilan, ayoli bilan, bolalari bilan turmushni kechirayotgan odam bo'ldi, uni u yerlarda undaq nim qilmang u bu deganda, men senga gapni qilib qo'yay, tushundingmi? Men seni qo'rqab qolmayman va tuk. Mahondan kirmaydigan. Ashta qimoxonda o'taga yerim bo'lgansa, mening ashta Xitoy kommunistniki yerdagi oshxonniki yerga bir tal rasmim yoki u yerda bo'lgansa, o'tgan adimiz degannikidek, Zumrat adimiz degannikidek yupurilib keldi mushlar hammasi. Mushlarnikini ko'ringlar. Kel, men Shvetsiyaga qandig'in kelsang, men oldinga chiqaman o'zim. Chiqib, o'rningga qo'yib, qoyil qilib yetib, yig'lig'iz yetib, ketkizitman, yig'ilib yetib. Voy sen shunda deb. Menchu qara, meni mayarkaylikqa ko't satgan g'uljilik. Biz bir yer gaplashgan chaqda, "Va seni anday yaxshi datdi, menday yaxshi datdi." Jura ayada o'pkisib qilyapti, o'pkispaymiz degancha ko'tayva, unda o'pkispangni deb ketdim. Men degan qara, unda tamoqqa, yana bijnimaga, unda bijnasdagi zaradam yoki men bir osh qilib chiqqan odam emas, men bu yerga o'qish chiqqan. Ishlar ko'tarsangmi, menda qarab yiqib, vijdoning bilan ko'tirish. Men London sotu qatnashqa yana bir Qaysar deb bir kuchaliq va qapqar talat yilligirken bir sat ash kurash ko'rsanning vaqtida men nayt eskiliklarni qilib ketgan. Bu vaqtida ilgirki narsalar qilib ketgan. Ashu Qaysar deganmi qalamkashlar tashkilotidan ashu
kurash ko'san tugab ketgandan keyin astirtdan mishadagi dunyo uyg'ur qurultayidagi ishlarni dilshod ravishda hal qilib berdi. Amerikadan to'xtamay 3 yilgacha qalamkashlarning pulini yeb, miyadagi shivit qizlar o'zining qo'lidagi setib qo'ydi buni. Mushtaq qilyotidi deb. Undan keyin pul 3 yildan keyin to'xtab ketdi. Qarab beqinglar, London sotida shundaq paypaqlar bor. Men bu bularning ko'pi qo'rqib qoladigan yerim yo'q. Men kimninkini tutsam shuninkini bir yerda yulib ochib qolayman men. Meni texi Londondan telefonlan qilib inglizlar, dunyoda-chi qonun Yevropa sistemi bir jinoyat arxiviga kirdimi? Saqchi izlaydi. Saqchidan keyin tekshirib, menda bo'lgandan keyin adliya, sud intizom tekshirishga topshirib berdi. Ular qarab, undan keyin sud yechib qiladi. Menga agilardan telefon qilib inglizdan qilg'izib, uni buni qilib men qo'rqib qolamdi. Ularningki mana shu ahvoli mana mushinchilik. Bularningki hammasiniki qolgan ikkisinikini tarixini yozibdiki, bir yer avatdiki men ko'rdim, lekin men baqirak biladiganim o'sha Qaysar degan. Men cho'qnimi gapini qilmagamlar. Men 5 qo'ldak bilaman. Bu Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi cho'ng shukr olamdi, kichik shukr olamdi, Qaysar olamdi. Men degan manda listlar bor. Hammasiniki nima ishlagan, uningki nima qildi, qachon xotinlar berib kel, qachon nima ish qildi, hammani bilaman. Men bilmay turib, bu yerga chiqib kar qilmayman men. Men qonundan qo'rqaman Shvetsiyaningki. Yevropada bir odamni bunda urib qo'yish emas, shundaq ishlarga chiqib kelib qo'polmas qilib yetishdim men. Men toza obdan bilaman bunday ishlarni. Kim so'zlayaptimi? Sotga kelgan Qaysar degan mana shundaqning birisi. Yog'am bu soqchiga borib bilmishda qarab tuhmat qildi deysan. Dirshat obda anglash shu gaplarni. Mishni yetkizib qo'yinglar ishlarga. Qurultiydikilarningki mushu atrofidagi Dünya Uyg'ur qurultiydikilarningki atrofidagi va Dünya Uyg'ur qurultiyiga tutashqal tashkilotdagilarningkilarga men deb qo'yay. Sizlarningki vijdoninglar yep-yangi. Sizlarning vijdoninglar pechatga ishiltib boqmagan ekansizlar vijdoninglarni-chi. Ham o vijdoninglar nada ishiltsalar ekan men bilmadim. Lekin sizlarning vijdoninglar pechatga tirishsilamki ishiltib boqmabdi. İlgiki vijdonsiz nimalar ekansa qasinglar-ku. Qilayotgan ishlaring ko'rib turib mushu bo'lib ketayotgan narsalar. Anondan keyin men hozir shu gapimni xuloslab xalqqa deydiganim, hozir xalq asosiyatdan ko'z yechilib uyg'onibdi, ammo ba'zi xalqlar xumsizlikning ishini qilyotidi. Bilib turib Dünya Uyg'ur qurultiydikilarning olamdi va yoki boshqa insonlarning olamdi va yoki kimning olsin millatga xoinlik qilayotganini, Xitoyning odam ekanligini bilib turib, meni pashqib yezib qo'ysam, ani pashqib yezib qo'ysam, jim o'tiray bo'ldi. O'zimga ish topmay. Xalq, barmoqni ishiltib qo'ydigan narsa, uning hech nima bo'lmaydi. Sizlarni tillab ketgan, meni tillaydigan tilliga, men o'lib qolsam bo'ldi, yangi chesib yotsam bo'ldi, og'zimga nafaslantiradigan narsani. Natlarga. Yo'qotmagan, nayt pokiz insonlarimiz bor ekanki, ajoyib pokizga. Men shularni ko'rib qo'ydim, ko'nglimdoshlariga bir-bir hurmatim bor. Ammo ba'zi bir men o'ylagan akalarimiz, ba'zi bir hadlarimiz, ba'zilarni ko'rdim. Nohaqchilikni ko'rib turib ashni o'tib ketib bordim. Mushunda agilib o'tib ketib bordim. Ko'rib turib ashni. Ondan keyin ba'zi bir xalqlar qanday o'ylaykansam, mushlar yomon bo'lib qolmay bo'ldi. Ba'zilarning kallasida muqim bo'lib bo'ldi, bular mushtaq qildi deydi, lekin bo'ldi bunday qilmayli, bunday qilsak bizning oilaliklarımizga yoki nimalarimizga, vatandagilarimizga ziyon zahmat kelib qolarmikin deb qasddan ashlarga yon besib, ashlarnikin to'g'ri qilib so'zlayotganlar. Jim turay deydigan gap yo'q, ya'ni qasddan ashlar bo'lishib, mana shunday qilayotganlar bor. Men aytgan oyog'i ismini chiqarib yaqinlar gapinglar bo'lsa Shvetsiyaga kelib saqchi bakkimisiga izdesanglar bo'ladi. Sotni izdesanglar bo'ldi. Norvegiyadagi tayirkamni izlab berib arz qilsanglar bo'ldi. Tarjimon Norvegiyadan mushta da'vatidi deb. Uningdan keyin faqat bo'lmasa Shvetsiyaga kelib Shvetsiya bexatarlik idorasini izdesanglar bo'ladi. Shvetsiya bexatarlik idorasiga kirgan chaqda
Xato kirib qolmanglar jumayli Xitoy ishlar bo'limiga mas'ul odam deb turib izlab turib o'sha bizningki o'sha yoqlardan kelgan ish qilib o'sha Xitoy tilli kelganlarningki ishlarni qiladiganlarnikiga da izlab turib shu yerdan qilsanglar bo'ladi. Mishadagi g'o'jilik saqchiga bergan chog'da men yana bir deb o'tib ketay. Men saqchiga nima degan desanglar, men mening ishim odam o'ltirgan, bulonchilik, zaharli chekimlikning ishi emas, mening ishim siyosatning ishi, politikning ishi. Sen meningki ishimni sapoga, ya'ni sekret polisin deydi, Shvetsiyaningki. Shularga tashlab ber. Shular hal qildi. Sen qilolmaysan desam, u qilmadi u saqchichi. Qilmaganti men o'zim oldiga menib turib, ilgarilab turib, tipib bir bulon pushqaqlardan joyini tepib, men meni mushta qildi. Mushta oilam bo'yicha meni mushta deb turib meni saqchiga berib qo'yibdi. Men mushta hozir pasportimni ololmayapman. Mushta ishlar supaylidan desam, deydigani deb u saqchining-chi manda gaplashgan chaqda iliq chiroydan bilgan o'luvchi ko'zning ichiga qara deydi. Ko'zning ichiga qaragan chaqda ras gap chiqqan chaqda bir xil mamnunlik chiqadi-chi chiroydan. Ba'zi bir milliy munofiqlarning ismini chiqqan chaqda o'ngab ketgan. Chiroyi vog'i o'ngab ketgan shu xonimninki. Ras gaplandiginim chaqda menga nima degan, Shvetsiyada bizningki oldimizga birinchi o'p sen kelib mushunday ishni doklad qilding. Bizning 20 yilning yog'i bizga bularning demakchig'ini seningki odamlaringninki mustaqillik ideyasi yo'q o'xshaydi yoki biz bilan bir hamkorlashib bir ish qilish niyati yo'q o'xshaydi deb men nuqtani menga yo'ritib beryapti. Qaysi bir mamlakatdagi tashkilotninki Avstraliyani tutib chiqsam, Avstraliyadagi tashkilotlar hozir chiqayotgan dilyardan boshqa oldingilar qaysi bir hukumatga biz Sharqi Turkistonni yoki Uyg'uristonni mustaqilmiz deb doklad sunib baqdi. Amerikadagi qaysi bir sashta da'voning 5 liderimiz xonim ashada ishlarni qilmadi-ku. Avtonomiya deb mash chexni so'zlab shudi. Germaniyada qaysi qildi? Shvetsiyada kim qildi mustaqillik kerak bizga deb. Mayli qilib baqsin, mayli u Xitoy paraz bo'lsin, mayli o'sha o'zining mamlakatidagilarninki manfaat uchun bizni mustaqil qilsin, qilmasin, kim bir vijdonidan chiqib shu ishni qilib baqdi. Hech qanday qilib baqmadi. Burundan ashlar deb ketdiki, anda qilayli o'tgan videodami degan sog'liq. To'lqin apandim bu biz kirdigan ya emas, u bu jur mishay kirimiz deb. Mana qarindoshlar Norvegiyada bormi? Bir kirib hukumatdan bizning mustaqil bo'lg'imiz bor, u bu deb bir hukumatga yezib baqqan. Qaysi tashkilotniki bor? Tutib bo'lsinmi, yo bir Center partiyani tutib bo'lsinmi, yo Yeshillar partiyasini tutib bo'lsinmi, Xitoyga qarshi partiyadagilar yezib baqqanlar kimlar bor? Qiymatmi? Nima uchun meni tillaysizlar? Kedak. Yana desam, yana shu. Iliqi nimanglar bo'lsa, ishinglarda iliq achchiq-pachchiqlar yoki uni buni qilib ketgan ishlar bo'lsa, berisizlar yoki qaysi saqchixonaga izdesanglar bo'ladi. Men ashchaqda saqchiga ashta degandim, o saqchi mening gapimni ilikmomaga o'xshaydi. Shuningdan to'xtabdi, sen ma davlatda pul yeb ishlab turib, bir fuqaroning gapini anglamaydigan onangning aqvami deb turib, bexatarlik idorasining ishiga chekib turib kirdim men. Mening ma ishim hal bo'lmasa, men shu idoraning oldida o'lib plan beraman dedim. Ushug'ligimni qilma dedim. Meningki opam dadam, meningki qizil siziqim. Meni ashta qildi, men hargiz bo'sh qo'ymayman bu ishni. Bu aram tomoqni men hargiz bo'ldi qilmayman. Buningki vatan ozod bo'lsa, yangoyatdiki akfuk o'zbeklarning hammasini madrasaning oldida sazoy qilib turib bularni pipan qilib chegirdan chiqarib Xitoyning shu Lanjona chegarasiga olib qo'yamiz. Men ashada nurimi yashchamsa gunoh bo'lsa, shanshi Yevropa olmayamsa, onangning biznesini yamsa, nag berib qisam qildi. Xoyillarni. Shu butun hammasini rasmlarini qilib, haqsiz musiqalarni ichib, tarixning batlariga la'nat qo'yish kerak bunday guylarni. Oramini buzib o'tish kerak bu guylarninki. Yillardan beri hukumatlardan, davlatlardan tushgan pulga yotoqning yaxshisini elab, aeroplanning yaxshisini uchib, yeb, ichib, da'vo qildim deb hech nima qilmagan.
faqat shanba-shanbada Xitoyninki shu iliqi Xudoyim iliqi g'ulji qirg'inchiligi bu keyin undan keyin ma Urumchi qirg'inchilik bo'ldi shu 3 10-chi oy bayram deb qo'yamiz. Shu Xitoyninki davlat bayrami, ashlarning bayramida. G'ulji qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi namoyish qilib keldik. Onda bir faoliyatlar bo'lib qilma desa ishlar degan jiq. Bundan irqiy qirg'inchilikni yana talab qilib shuni kutib o'tirgan bo'lsang vaqo Alovuddin, iliqi Turg'unjon Alovuddin issiqpoqni sen yapsan, men mandaqni yasatdim. Mayaqqa Pompioning rasmini, mayaqqa degan gapini Amerikaning bayrog'ini qilib turib, men yasitib, senmi London sotiq shuni akrasangman yasitib, nimadan qo'rqib ketding unda bo'lsa? Sal hayajonlanib qoldim. Ba'zida iliq og'zimni buzmay deyman. Hamda qanday qilisizlar iliq ochiq yamonga buzilib ketib qoldi-ki. Kechiringlar akalar, hadilar. Menga yaxshi gaplarni qilib, iliq ukam, mushu og'zingni buzmagan bo'lsang deganlarga, shu ashta buzilib ketib qoldi-ki. Akalar, hadilar, qizlar, o'g'illar, vatandoshlar, qarindoshlar, og'zim buzilib ketsalardan kechirim so'rayman. Lekin bularni iliq og'iz bilan buzibmi qechib ketgan go'ylar bu tarang'ishib iliqi Peterka sho'p ketgan go'ylar bu. Lekin to'g'ri tushuninglar. Unda bo'lsa men tushib ketdim, Xudoyimga omonat demsa.